Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan ushbu mavzuyimizda antibiotiklar farmakologiyasiga kirish qilamiz. Bu darsimizda asosan antibiotiklarning klassifikatsiyasiga to'xtalib o'tamiz. Ularni klassifikatsiya qilishdan oldin bilib olishimiz kerak bo'lgan ba'zi bir ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. Birinchisi bu antibiotik nima degan savol. Antibiotiklar bu tabiiy yoki sintetik mahsulotlar bo'lib, ya'ni ushbu dorilar tabiiy yo'lda ham yoki sintetik yo'l orqali ham sintez qilinishi mumkin ekan. Demak, shunaqa dorilar hisoblanib, yoki bakteriyani o'sishini cheklaydi, yoki uni butunlay o'ldiruvchi ta'sirga ega bo'ladi. Ya'ni bakteriyani o'ldirmasdan uni o'sishi va ko'payishini ham cheklashi mumkin, yoki uni butunlay o'ldirib nobud qilishi mumkin. Shunga ko'ra bakteriyalarning effektlari farqlanadi. Ya'ni ikki xil asosan effekt farqlanadi. Birinchisi bakteriostatik, ikkinchisi bakteritsid. Bakteriostatik degani mana stazis yoki qo'shimchasi bu to'xtatuvchi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu effekt bakteriyalarning bo'linib ko'payishini va o'sishini to'xtatadi. Ya'ni uni o'ldirmaydi, shunchaki o'sishini va bo'linib ko'payishini to'xtatadi. Bakteritsid ta'siri esa shunchaki bakteriyani o'ldirib qo'ya qoladi. Lekin degan joyi bor. Masalan, ba'zi bir guruh antibiotiklarda asosan bakteritsid ta'siridagi dorilar bo'lsa, bu degani uning ichida bakteriostatik effekti yo'q degani emas. Ba'zi bir antibiotik dorilari, o'sha guruh ichidagi dorilar bakteriostatik bo'lishi mumkin. Yoki asosan bakteriostatik ta'sirga ega bo'lgan dorilardan tashkil topgan antibiotik guruhida bakteritsid ta'sirli dorilar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan bu effektga qarab ajratilmaydi. Shunchaki dorini o'rganayotganda bu bakteriostatik ta'sir ko'rsatadi yoki bakteritsid ta'sir ko'rsatadi deb aytib ketiladi xolos. Antibiotiklar ikkala effektni ham yuzaga chiqaraveradi, hozir aytganimizdek. Endi antibiotiklarning tarixiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Antibiotikni demak Alexander Fleming ismli olim tasodifan demak kashf qilib qo'ygan, o'zi bilmagan holatda. Va bu birinchi penitsilin, o'sha birinchi kashf qilingan penitsilin bo'lgan antibiotiklar ichida. Shuni bilsak yetarli. Endi demak e'tibor qaratamiz antibiotiklar klassifikatsiyasiga. Antibiotiklar ta'sir qilish mexanizmiga ko'ra klassifikatsiya qilinadi. Ya'ni aynan bakteriyani qaysi qismiga ta'sir qilishiga ko'ra klassifikatsiya qilamiz. Masalan, birinchi eng katta guruh hujayra devori sinteziga ta'sir qilish yoki uning turg'unligini buzish yoki deylik membrananing turg'unligini buzish deylik. Chunki hujayra devori mana bu sariqda ifodalangan, bu hujayra devori. Bu yashilda ifodalangan, demak membrana hisoblanadi. Xo'p, ko'k rangda ifodalaganimiz bu DNK, ushbu rangdagisi esa ribosom hisoblanadi. Demak, klassifikatsiyani davom ettiramiz. Ikkinchi guruh nuklein kislota sinteziga ta'sir qilish orqali. Uchinchi guruhimiz oqsil sinteziga ta'sir qilish orqali. Endi bular ham o'z navbatida bo'linib ketadi. Masalan, hujayra devori sinteziga ta'sir qilishda aynan membrananing turg'unligini buzish orqali. Ya'ni mana bu yashil rangda ifodalangan hujayra membranamizni turg'unligini buzish orqali. Ikkinchisi tashqarisidagi sariq rangga tegishli, ya'ni hujayra devoriga. Hujayra devorining sinteziga ta'sir qilish. Buni ham o'zi ikki xil bo'ladi. Peptidoglikanlarni cross-linkingini buzish. Ya'ni peptidoglikan sintezlari bir-biri bilan mana bunaqa to'rlar hosil qilib birikadi. O'sha aynan peptidoglikanning sintezini emas, balki mana shu to'r hosil qilib bir-biri bilan birikishini bloklaydigan yoki aynan peptidoglikanning sintezini bloklaydigan, ya'ni umuman sintez qilishga yo'l qo'ymaydigan guruhlarga bo'linadi. Nuklein kislotalar sinteziga ta'sir qiluvchi dorilar ham, ya'ni antibiotiklar ham DNKni masalan turg'unligini buzish yoki matrix RNKni sintezini buzish yoki bo'lmasam griaza degan ferment bor yoki ikkinchi nomi topoizomeraza 2, aynan uni bloklovchi demak fermentlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari folat kislota sintezini va almashinuvni buzish orqali bu ham DNK sinteziga ta'sir ko'rsatadi. Umuman hammasi nuklein kislotalar sinteziga ta'sir ko'rsatadi.
Uchinchi guruh esa oqsil sintezga ta'sir qilish orqali bunda ribosomani 50 subyunitli yoki 30 subyunitli qismiga ta'sir qiluvchi dorilar guruhiga bo'linadi. Endi bularni har biriga kiruvchi dorilarni alohida demak o'rganib klassifikatsiya qilib chiqamiz. Demak ushbu rasmda ko'rishimiz mumkin. Hujayra, bakteriya hujayrasi. Demak bacterial cell, uni qismlari berilgan va aynan qismlariga qaysi dorilar ta'sir qilishini ko'ramiz. Birinchi tashqaridan boshlaymiz, hujayra devoridan boshlaymiz. Cell wall. Demak, birinchisi peptidoglikan cross-linking. Yo'q, mana peptidoglikan sintezdan boshlaylik. Demak, bu hujayra devori sintezi. Undan aynan peptidoglikan sintezini bloklovchi dorilarga glikopeptidlar, aynan vankomitsin va bazitratsin kabi dorilar kiradi. Ikkinchi guruh bu peptidoglikan cross-linking, ya'ni aytib o'tdim, peptidoglikan sintez bo'ladi, to'rsimon bu bog'lanadi bir-biri bilan. O'sha jarayonni bloklovchi. Bular ikkinchi nom bilan beta-laktam. Beta-laktam antibiotiklar deyiladi, chunki tarkibida beta-laktam halqasini tutadi. Bularni o'zi ham ichida guruhlarga bo'linib ketadi. Birinchisi penitsilinazaga sezgir bo'lgan. Penitsilinaza bakteriya tomonidan sintezlanadigan ferment bo'lib, aynan mana shu penitsillinlarni parchalab tashlash xususiyatiga ega. Va ularga sezgir bo'lgan, demak, antibiotiklarga penitsilin G va V, ampitsilin, amoxitsilin kiradi. Ikkinchi guruh aynan o'sha penitsilinazaga rezistent bo'lgan, ya'ni u ta'sirda parchalanib ketmaydigan antibiotiklarga oksatsilin, naftsilin, dikloksaktsilin kabi antibiotiklar kiradi. Va aynan pseudomonas degan bakteriyaga qarshi bo'lgan turi piperatsin hisoblanadi. Nimaga buni aynan pseudomonas alohida ajratib ko'rsatganini keyin aytib o'taman. Keyingi guruhimiz cefalosporinlar. Buni 5 ta avlodi. Birinchi avlodiga cefazolin va boshqalar, hali yana davomida dorilarni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi avlodiga cefaxitin, uchinchi avlodiga ceftriakson, to'rtinchi avlodiga cefepim, beshinchi avlodiga ceftaralin kabi dorilar misol bo'ladi. Keyingi guruh karbapenemlar. Bularga imipenem, meropenem, ertapenem kabi dorilar kiradi va so'nggi guruhimiz monobaktamlar. Bunga aspirindan misol bo'ladi. Bu dorilarni alohida mavzuda har biriga to'xtalib ishlatilishi nojo'ya effektlarini ko'rib chiqamiz keyinroq yoritgan holatda. Bu hujayra devori edi. Endi hujayra membranasiga ta'sir ko'rsatuvchilar. Bunga kiradi mana membranani turg'orligini buzuvchi, yog'itligini buzuvchi. Daptomitsin aynan gram pozitiv bakteriyalar uchun va polimiksinlar gram negativ bakteriyalar uchun. Endi keyingi guruhimiz demak oqsil sinteziga ta'sir qiluvchi dorilar. Aynan oqsil sintezda ribosomani ko'rishimiz mumkin. 50 subyunitli qismi bor, 30 subyunitli qismi bor. Ya'ni 50 subyunitli katta qismi, 30 kichkina qismi. Aynan ularga ham bo'linadi. 50 subyunitli qismiga ta'sir qiluvchi dorilarga xloramfenikol, klindamitsin, linezolid kabi dorilar. Bundan tashqari guruhli dorilarda makrolidlar va streptograminlar misol bo'ladi. Makrolidlarga kiradi azitromitsin, klaritromitsin va eritromitsin. Streptograminlarga hinopristin va dalfapristin kabi dorilar kiradi. 30 subyunitli qismiga kiruvchi dorilar guruhiga aminoglikozidlar, glitsillizinlar va tetrasiklinlar misol bo'ladi. Aminoglikozidlarga gentamitsin, neomitsin, amikatsin, tobramitsin, streptomitsin kabi dorilar. Glitsilsiklinlarga digisiklin, tetrasiklinlarga esa tetrasiklin, doksisiklin, minosiklin kabi dorilar misol bo'ladi. Bu hujayradagi oqsil sintezini buzuvchi dorilar. Endi nuklein kislotalar sinteziga ta'sir qiluvchi dorilar quyidagi 4 ta guruh 1, 2, 3 va 4 turdagi dorilar. Birinchi turda folat kislota sintezi va uni almashinuvini buzuvchilarga sulfonamidlar misol bo'ladi. Masalan, sulfametoksazol va sulfadiazin kabi dorilar va alohida trimetaprim degan dori misol bo'ladi.
Ikkinchi guruhdagi esa DNKni turg'unligini buzuvchi erkin radikallar chiqarish orqali DNKni parchalaydi. Bular metronidazol misol bo'ladi. Demak, ko'rishimiz mumkin, aynan DNKga ta'sir ko'rsatyapti. Uchinchi guruh matrix RNK sinteziga ta'sir qiluvchi, aynan RNK polimeraza fermentiga ta'sir qiluvchi rifampin, ya'ni rifampitsin dorisi misol bo'ladi. Mana RNK polimerazani ko'rishimiz mumkin. Bu matrix RNK sintezi qiladi DNKda. Xo'p, keyingisi griaza fermentini ingiberlovchi yoki griazaning ikkinchi nomi topoizomeraza 2 fermentini bloklaydi. Bularga juda ham muhim bo'lgan antibiotiklardan ftorxinolonlar misol bo'ladi. Ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin va moxifloxacin kabi dorilar misol bo'ladi. Demak, ushbu dorilarga alohida mavzularda, masalan, DNK sintezini buzuvchilar, alohida beta-laktamlar yoki aminoglikozidlar, ftorxinolonlar shunaqa qilib alohida video darslar tayyorlaymiz. Bu mavzuda klassifikatsiyani gaplashyapmiz. Demak, ushbu rasmda biroz soddalashtirilgan, ya'ni hujayra devori bitta qilib ketilgan membrana bilan qo'shib, mana beta-laktamlar, kiradi-penitsilin, sefalosporin, karbapenin, monobaktam, bundan tashqari vankomitsin, daptomitsin va polipeptidlar. Va demak, nuklein kislotalar sintezini va funksiyasini buzuvchilarga aynan DNK griaza yoki topoizomeraza 4 bu alohida ferment. Griazaning ikkinchi nomi topoizomeraza 2. Bularga xinolonlar yoki folat sintezini ingiberlovchiga trimetaprin va sulfametoksazol va erkin radikallar orqali DNK sinteziga ta'sir qiluvchilarga metronidazol, nitrofuran unumlari kiradi. Oqsil sintezida aytib o'tdik, 50 subunit va 30 subunitga ta'sir qiluvchilar, 50 ga makrolit, klinamitsin, linezolid, streptograminlar va xloramfinikol. 30 subunitga aminoglikozidlar, tetratsiklinlar va tigetsiklinlar misol bo'ladi. Endi klassifikatsiyani ko'rdik qisqacha. Ba'zi manbalarda boshqacha klassifikatsiya qilingan turlar ham bo'lishi mumkin. O'zlaringga qulay bo'lgan klassifikatsiyani o'rganib yodlab olsalaring bo'ladi. Muhimi dorilar haqida bilish. Endi ba'zi bir bundan keyingi mavzularimizda kerak bo'ladigan muhim tushunchalar bilan tanishib o'tamiz. Biz dorilarni taqsimlayotganda yoki ta'sir mexanizmini o'rganayotganda aytib ketamiz. Bu gram musbat bakteriyalar uchun yaxshi ishlaydi yoki gram manfiy bakteriyalar uchun yaxshi ishlaydi yoki anaeroblar uchun yaxshi ishlaydi deb. Va bulardan tashqari ikki xil alohida bakteriyalarimiz keladi. Bu psevdomonas, boya ham ko'rdik. Bunga nimaga alohida urg'u beriladi? Chunki psevdomonas o'zi gram negativ bakteriya bo'lgani bilan boshqa gram manfiylardan genetik jihati yoki xususiyatlari bilan farq qiladi. Shuning uchun ham ko'plab antibiotiklar unga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun ba'zi bir alohida turdagi antibiotiklarni unga demak ta'sir qiladi deb aytib ketiladi. Yoki MRSA degan bakteriya bor. Bu meticillin resistant Staphylococcus aureus, ya'ni Staphylococcus aureus bu tilla rangli stafilokok deyiladi o'zbekchasida. Gram musbat bakteriyalardan genetik jihati bilan yoki ta'sir qilish xususiyatlari bilan farq qiladi. Bu meticillin nima degani? Bu antibiotik tipda turi, beta-laktam guruhiga kiruvchi va unga rezistent bo'lgan dori, ya'ni bakteriya. Ya'ni o'sha doriga o'lmaydi dori ta'sirida. Bu bundan tashqari juda ko'p antibiotiklarga rezistent hisoblanadi, juda ham xavfli bo'lgan bakteriya turi hisoblanadi. Shuning uchun ham bunga alohida turdagi demak antibiotiklarni aytib ketamiz. MRSA uchun yaxshi ishlaydi deb. Chunki uncha antibiotiklar ushbu bakteriyada ishlamaydi. Demak, ushbu mavzuda antibiotiklar farmakologiyasiga kirish qildik va ba'zi bir antibiotiklarni klassifikatsiyasini o'rganib chiqdik. Keyingi mavzularda aynan antibiotiklarni qaysidir guruhlari haqida, ularning effektlari, nojo'ya effektlari, ishlatilish haqida gaplashib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.